Akalar, tovuqni, xo'rozni ajratishni hozir zo'r sekretini sizlarga o'rgatib qo'yamiz. Xudo xolisa, qo'llab-quvvatlanglar. Yaxshilab ko'rib olinglar. Mana bunisi tovuq. Mana tovuq. Nimaga tovuq deyapsiz? Qanoti bir tekis mana. Bir tekis, Bir tekis. Ha. Mana u ko'rinayotgan bo'lsa bir tekis qanot. Bunisi xo'roz mana. Bunda qaraymiz. Qanoti mana bitta pastda, bitta tepada. Bitta pastda, bitta tepada. Ha, mana tushunarli. qanoti tepa past. Bu xo'roz bu. Tushunarli. Palada bo'lgan tuxumni ajratish jarayoniga keldim. Marhamat ko'ringlar. Urug'lanmagan tuxum. Xo'roz yaxshi ishlanmagandan urug'lanmagan. Bu qizarib turganlar, xo'roz demak urug' bermagan, yoki yaxshi ishlamagan. qarang, buni 19-kun faqat ajrata olasizlar, to'g'rimi? Misol uchun 5 kunlik, 10 kunlikdan ajratsa bo'ladimi bu narsa? Yo'q. Embrion rivojlanayotganini bilsa bo'ladi. Ha, yo'q, Bu yerda mazzaqa yashayotgan faqat mana shu mushuk bo'lsa kerak. Ha, qaranglar shirinligini. Voy, bu semirib ketibdi-yu.